Dom yoki hovli. Hovli. Profnastil yoki cherepitsa. Hozir tomga cherepitsadan pashtovchi hech kim foydalanmayapti. O'shaning uchun katta ehtimol baribir profnastilga ehtiyoj taqaladi. Plastik deraza yoki yog'och deraza. Xo'p, yog'och derazani o'ziga yarasha sovulati, chiroyi, bezigi bor, lekin yog'och derazalarni hozir ishlov beradigan ustalar juda ham kamayib ketganligi uchun odamlar ham majbur bo'lyapti. Biz o'zimiz ham shuni tavsiya qilyapmiz, plastik o'ynaramlar. Plastik eshik yoki yog'och eshik. Albatta o'sha gap yog'och eshik. Loy lombaz yoki pena lombaz. Hop, pena lombaz bu yangi chiqqan mahsulot. Hozir bu yillar mobaynida, 10 yillar, asrlar mobaynida hali o'zini kuch-qudratini ko'rsatgani yo'q. O'shaning uchun baribir lombaz. Taxta apalivka yoki temir apalivka. Hop, imoratning qurilish jarayonidagi vaqtini oladigan bo'lsak, arendaga olinayotgan temir apalivkalar juda qimmatga aylanib ketadi. O'shaning uchun men har doim taxta apalivkadan foydalanaman. Kimga shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta meni sahifamga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Men Said Kozimman, men professional prorabman. Salomat bo'linglar.